Assalomu alaykum. Asiya fasad klinika ishqibozlari. Xudo xolasa mana qoliblarimizga Andijon viloyati Izboskan tumanidan O'zbek ukamiz kelgan mana. Xudo xolasa mana bizni bu fasadni plitka qoliplardan olib ketishyapti. Xudo xolasa Izboskanda ham fasadni plitkalar ishlab chiqariladi endi. Xudo xolasa Andijon Izboskanda plitka so'raganlar aloqa chiqarasizlar O'zbekka. Xudo xolasa ishni boshlaydi. Mana bizda lazer ko'rinishdagi, 3D ko'rinishdagi mana so'killarimizni olishdi. Mana bu turishda xudo xolasa toshlar chiqadi, plitkalar. Bu devor tanlamas plitkalar bo'ladi. Sho'r devor, paxsa, sinchli, pina buloq, shlaka buloq hammasiga to'radi mana. Bu yerda har xil turdagi mana abrezislarimiz bor. Mana ko'rsalarga bo'laveradi. Bu yerda xudo xolasa O'zbek ukamiz ishni yurganda 2 kunda mana yurgani xudo xolasa qoliplarni olib ketishyapti. 20 kvadrat. Ish boshlaganini 15-20 kvadrat xudo xolasa olsa bo'laveradi. Hamma har xil endi 30, 25 har xil olyapti. 1 kvadrat qolipimiz $160 1 kvadrati. 20 kvadrat olishdi. Xudo xolasa Andijonda ham plitkalar ishlab chiqariladi. Xudo xolasa. Azbek xudo xolasa kengaytirib yana kelaverasiz. Yana qilib beramiz qoliplardan, ha? Kelaverasiz. Xudo xolasa kelasizlar yana nima qilaveramiz. Hozir mana bizga hozir tashqarida Rossiyani nimasiga chiqib ketyapti. Hozir nima qilamiz? Tashqarida ko'rsatib o'tamiz hozir. Yuklanyapti turganlarni ham. Mana xudo xolasa qoliplarimiz Andijon viloyati Izboskan tumaniga chiqib ketyapti. Mana qoliplarimiz 20 kvadrat qolipdi hozir. 11 kvadratini berdik, 9 kvadratni tayyor bo'lyapti, olib ketishadi. Mana bugun nimaga ham chiqib ketyapti? Rossiya Chelyabinskga chiqib ketyapti mana. Qoliplarimiz 20 kvadrat. Mana lazerni kichinasida olgan, mana buni ustidan olgan. Mana so'killari, lazer 3D ko'rinishdagi qoliplarimizni olgan. Mana Damasga yuklanib, xudo xolasa nimaga chiqib ketadi? Chelyabinskga chiqib ketadi, xudo xolasa. Rossiyan Chelyabinskga joyiga chiqib ketadi. Mana qoliplarimiz yuklanyapti. Kim bu fasadni plitkaga qiziqish bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarni qoliplar bilan ta'minlaymiz. Kelib, yotib yurgan ketaverasizlar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Bizda har xil turdagi qoliplarimiz bor. Plitkalarimizni O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastavka qilib beraveramiz. Kelaverasizlar. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarida ham kuzatib borishlar mumkin. Mana ikkita Andijondan boshqa mashina perigitga qilib, xudo xolasa olib ketadigan. Andijonga boradi, boshqa mashinaga uriladi, Rossiyaga qarab chiqib ketadi qoliplar. Mana bunisi Izboskan Andijonga. Bunisi Rossiya Chelyabinskga. Aloqa chiqarasizlar.